Tarte qorningni silta qo'zi. Xo'p. Qanaysan? To'yingga hamma narsani gaplashib qo'ydik. To'yxona, mashina hammasi tayyor. Ikkita bola ham gaplashdim, Shodiya sen uchun. Ikkita bola nimaga? Ammo qorning ko'tarib yurishgada. Keling, aka nima xizmat? Aka yaqinda to'yim, o'shanga Zaksga Malibu 2 kerak. Sizga Malibu emas, gelik gaplashib beraman, bo'ladimi? Va, men vidimni ko'rib, chiroyimni ko'rib, Malibu emas, gelik deyapsiz-da. Yo'q, prosta bu qorin bilan Malibuga sig'maysiz-da. Menga ovqat bermaysizmi? Yo'q. Ertaga to'yingda osatirib yurasanmi? Qorningni dieta qilgin. Xo'p. Qorinboyim, to'yimizga ham oz qoldi. To'yga kelin kuni oldim. Qo'shib korset ham oldim. Korseting nima u? Chumiz qizlar narsasi belda xichan qilib turadi. Ayor to'play olaylik. Yo qorningni yo'qotasan, yo uydan chiqib ketasan. Mana, bo'lar ekan, qorinsiz yursa, binoyiday bola bo'lsa. Ko'ylagim shu yerda. Korsetim qani ekan, ha? Qanday yechadi buni?